To'g'ri. Bundoq qo'yamiz. Bundoq qilamiz. 460. Qarorlaymi? Svet qalay? Sariq qilaymi? Ana o'rtachasi bor edi. Sarig'i bor edi. Sariroq. Bu mana. Shu normalniy. Da. Zanchos. Nechun xolasiz? Nima? Estali bu. O'zimni qanaqa istam. 100 ga qo'yiladi. Men bola Fayzullo sal bola bitta anaqa bilmadi-yu, mikrofon. Avtistroq. Ne so'kmoqchi edimmi? Universitetda o'tiramiz. Bu bola mana hakkerliklar bilan shug'ullanyapti. Nimadir bo'lsa men javob berayman. Shunaqami? Flashkani tiklayman hozir, mayli, bemalol. Bo'ladi. Muhammad degan shu hamma taniydigan bir legendarniy o'rtog'im bilan u hakkerlik ishlarni olib bormoqchi bo'lgan. Ya'ni Flash'iga Kali Linux o'tkazib kelganda, men bugun ochmoqchi bo'lgan, lekin ochamagan. Shu balkim men nima uchun unaqa coding yoki bir qanaqadir. Xo'p. Bizga guruh. Ayo shu. Eng ko'p shu ekan. Mana shunaqa. Balki Asli Muhammaddan bir ajoyib bo'ladi. Nima dedi o'rada? Ko'p narsa biladi, lekin yo'naltirish kerak. Pochtamiz keldi. Just be that. Shu paytda qaysi kun edi? Yangi yil edi. Xitoyda yangi yil shu paytda, lekin mana shu bizga kelgan amortizatsiyalar bir kun vaqtli zakaz qilingani uchun bizga o'z vaqtida yetib kelgan. Agarda shu narsani biz bir kun kech qilganimizda bizni shu narsa kelish uchun 30 kun kutgan bo'lardik. Bu narsa bekorga bo'lmagan shu payt. Richak bilan wishbone qo'yiladi. Orqasiniki nimani indiradi? Indiradi. Короче, bab. Kallan qotirsa, kimni yersam bo'ladi. Nimani indiradi? Hop. Hozir turbala yaxshi ko'rinadi. Xullas qoldirib ketaman. Sababi sumka juda ham og'ir. Bular ham taxminan 25 yo'q, 5 15 16 metrgacha chiqadigan turba. Kesib qolganman 2,5 metrdan oltisi. Katta ehtimol bilan avtobusga sig'maydi. Sig'sa ham hammaga qarab berib qo'yaman. Shuning uchun bularni hozir qoldiraman. Kelib yonib ketaman. Xudoga tavakkal endi. Ko'ramiz. POV yana kepka bor edi. Unda taqib qo'yadigan, kameraga qo'yadigan. Endi olgan edim. Qo'llarim kirligi sababi o'sha kun turbani turingdan olib ketib, avtobusga olib chiqolmaganim uchun qo'lim kir. Shu hisobiga zo'r bo'lgan. Hozir davomini keyin ko'rasizlar. Короче, judayam g'alati ekan. Такой POV bo'ladi. Dokument. Sirot. Odamlar g'alati qarayapti, nimaga yozishibdi? Bu tarix bu, boshlanishi. Buni ham akkuratliroq qo'yish kerak bor. Shu paytda maktab tomondan borib, boshqa avtobusga chiqib, shunaqasi qaytdim. Keyin yuklarni peshqon olib kelishga
olib kelishimiz kerak edi, chunki men mashina chaqirishni xohlamadim. Oshcha расходlik bo'ldim. Ukamni oldim, shu bilan birga borib olib keldik. Ha, qo'l og'ridimi? Charchadim. Mana charchadim. Ben o'sha kuni ukam bilan olib chiqib, ya'ni yo'lda birga olib kelib, peshkom taxminan 3,5-4 kilometr chiqadigan joydan olib keldik. Turba ham uzunligi 4 metrdan 6 ta dona edi. Uni stol yasash uchun olib kelayotgandim, mashina tagiga qo'yishga. Bo'ldi. Sol. Intoma? Yo'q, uchotdi. Yo'q. Teyotdi, yerga uchan hisobga balki. Yo'qmi? Yetazing teyib turadi, yozing. Tegidagisi. Qo'ying diye. Shunaqa qilsa bo'lardi lekin. Oyoq bilan. Oyoq olib keldi. Vibratsiya ko'rasizmi? Boshqasi. Qotirli ham motorli yaxshi. Dirillab ketadi-ku. Uzun bo'lgan hisobiga shuni dirilayotgandim. Chunki arim qolmadi. Ham juda proshifkan edi, juda abort o'tdi. Qara ovoz chiqyapti-yu, men tiyotganga o'xshaydi. Yo'q, anaqa. Bunaqa bo'ldi. Qarang. Vibratsiya bo'pti. Shu hisobiga nima tiyotganga bo'pti. Ikkinchisi bo'sat qotdi. G'ing. Juda to'xtatdim men sirasi tepaga. Qarang, amtiga qatdim uchligi. Trap ketdi. Qaysidir bildir va xotinlar. Uy, bo'ldi. Ichida nima qo'yib? Nima qo'yoy? Nima bilasiz? Nima juda ham Motor yo'q. qizib ketgan endi. Men ikkita boltdan xotirgan просто. Yo'q, 3 ta hammasi bor, просто kaltaroq. Mana chiqyapti. Olib chiqmayman. Rama qotirilganmi to'g'ri oxirida hamma modlar? Точно? Что-то вообще зерlagan. Qo'y qo'shing. Qo'y. Nima qilgan? Asta.
Telefon davring, men ham. Hay, ko'taraman degan ko'rsatadi. Bemalol. Yevay. 10 kasb ko'ring. Ana qo'ydi. Turinga bordim. Bu yerda o'sha Yetor dronimizni test varianti qilindi. Birinchi test yo'q. Uchinchi testi bo'ldi. Undan 1-2 soat oldin uchmadi. Uchinchisida endi uchayotgan paytida boltlari shunaqalar yaxshi qotirilmagan, propeller to'g'ri qo'yilmagan. Shuna hisobiga dron ucholmagan. Keyin ko'chaga olib chiqib uchoqqa kelganmiz, keyin qaytganmiz. Nasıl doğru? Aa, öyle mi? O'sha kuni o'xshagan test flight hammasi chotki bo'lgan. Bo'ldi, video ko'rdinglar, aytadi. Xo'p. Boshida bunaqa narsada kontaktga qizib olinadi. Keyin hammasi to'g'ri chiqqandan keyin to'liq hamma yog'ini baquvvat qilib sirka qilinadi o'z bunaqa narsada. Men shunaqa xato qilganmanki, boshida eng tegi qismini to'liq sirka qilganman, keyin bu yo'llarini sekin-sekin qilish boshlaganman. Shu narsani o'rganganman. O'rgangan narsalar juda ko'p, lekin uni qanaqa yetkazib berishni bilmayman. O'zim bilaman, nimani qanaqa xato qilganim va nimaga qilganim, unga yechimini ham bilaman, lekin qilmaganman. O'sha kuni jigs to'limiz tayyor bo'ldi, keyin ustiga chiqib test qilib ko'rdim o'zim. Ishladi, hammasi zo'r, sirka yaxshi qilingan. Bugunga qadar muhimi motor to'ppa-to'g'ri o'rnashdi. Hay. Bu to'g'rimi? To'g'ri. Bunlarga Karkaz qatta olamiz. Esa nima o'zim? Necha yil ketdi? Yil Siz boshqa kasb qilgan. Siz video olmang. Bilamas. Ahad qaymon yaxshiroq. Estoniya 21dan borib ko'rib keldim. Men o'zi qanaqa bo'lgan? Umidiga yetganlar. Men hozir bundan boshqacharoq mashina ishlamoqchi bo'lganman deb, Formula kichikroq Hyper X degan mashina nomi shunaqa qilmoqchi bo'lganman. Lekin umidiga yetganlar, kattarog'ini qiling, qiyinga yarashib deganlar. Men sekin-sekin qilmoqchi bo'lganman. Keyin bo'pti deganman. Keyin lekin ularga sotganim aytmaganman deb. Nimaga? Sotganim aytmaganman. Sababi hozir men ularga aytsam, mana deb pul berib qolsalar.
Tushunasizmi? Men uyda buni yasash jarayonini trenirovka qilib turganman. Ya'ni sekin yasab bilan boshlaganman yasashni. Hech kim yetmaganman payt. Shuning uchun uyda qilganman-da. Kesib, to'g'rilab, qanaqa qilishni, xatolarni o'rganib, nima qatda tajriba orttirib, ana keyin uje ham tayyor bo'lgandan yetganman. Umidiga shunaqa tayyor bo'ldi. Nima qilamiz, olib qo'yaymi deganlar. Keyin go deganlar. Shu bilan bu narsa juda ham nima deydi? Hazil bilan boshlanib ketgan narsa deb qarasa. Ishlot, короче, geometriyasi to'g'ri ekan. Buni nima deydi? Bor O'zbekistondagi bor materiallardan foydalangan holda qilingan narsa mana shu bo'ladi. Поворотник kulak shuguli. Bu atavi bagilarniki. Buni topsa bo'ladi. Buni yasalgan modelning bag skuteriki, anaqa motor mototsiklniki. Amazatda o'zimizni tiqilyapti bozorda. Xullas bu narsani qilish unaqa qiyin narsa emas, ishonaveringlar. Pul bo'lsa, liboy odam yasa oladi bu narsani. Liboy odam, men javob beraman. Kerak bo'lsa, kim yasamoqchi bo'lsa, men chizmalarigacha ham berishim mumkin. Bemalol. Qilaman desa bo'ldi. Qayerda nima yordam kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoki video ko'rasizlar, videolarni ham bilsa bo'ladi. Lekin men videoda unaqa to'liq aytilmayapti-da, tushunarsiz. Nima emas, bor. Hammasi o'zimizni Yangioboddan yoki Sergeli mashina zapchast bozoridan yoki OLX dan topib, qidirib, qilsa bo'ladigan narsalar. Mashina yaqinda bitib qoladi. Ustida korpusni qilamiz. Ya'ni mana shu pon dizaynni tayyor, dizayn juda ham chiroyli bo'lgan. Hali bunaqa dizayn formula olamida ko'rmaganlarga javob beraman 100%. Yo'q. Da shu logotiplar uchun mana SSA o'zingizlarni qayerga qo'yishinglar mumkin. Biz qabul qilamiz. Turli xil yordam, podдержкаlarni